Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi 43-betdan davom ettiramiz. Xo'sh, demak bu yerda mashqlar bajarib turgandik. Aynal mudarrisu, o'qituvchi qayerda? Huwa fil fasl, u sinfda. Fil fasli, fi jar qilgan uchun i deb aytamiz. U sinfda. Va aynal mudarrisul jadidu, yangi o'qituvchi qayerda? Demak, mana mudarrisu alif lom bilan kelgan uchun sifat ham alif lom bilan bo'ldi. Demak, yangi o'qituvchi qayerda? Huwa aynal mudiri, u mudirning oldida. Ayna tolibul jadidu, yangi talaba qani? Zahaba ilal maktabati, kutubxonaga ketdi. Man zalika ar-rajulu at-tawilu allazi kharaja al-ana min al-madrasati. Hozir maktabdan chiqqan uzun bo'yli kishi kim? Ana u uzun bo'yli kishi kim? Huval mudirul jadidu, u yangi direktor, mudir. Wa manil waladu as-saghiru allazi kharaja al-ana min al-fasli. Hozir sinfdan chiqqan kichik bola kim? Huwa ibnul mudiril jadidi, u yangi direktor, mudirning o'g'li. Liman tilka sayyaratul jamilatu, ana u yangi mashina kimniki? Hiya lil mudiril jadidi, u yangi direktorniki. Liman hadha al kitabul kabiru ahwa lil mudarrisi, bu katta kitob kimniki? U o'qituvchinikimi? Ahwa lil mudarrisi, u o'qituvchinikimi? La huwa lit talibil jadidi, yo'q, u yangi talabaniki. Aynal mil'aqatu as-saghiratu, kichik qoshiq qayerda? Hiya fil kubi, u stakanning ichida. Aynal kursiyul maksuru, singan stul qayerda? Huwa hunaka, u ana u yerda. Huna desam shu yerda bo'ladi, hunaka desa ana u yerda bo'ladi. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'zlashtirib olamiz.